Bugün 13-test oldik. Savollar soni 25 ta edi. 25 ta savol uchun 1 soatdan ziyodroq vaqt berildi. Yechib bo'lmaganlarga qo'shimcha ham berdim. Test yechishdan oldin aytdim, yaxshi yechganlarga mukofot bor, pul mukofoti. Qo'shimchasiga Toshkentga sayohatdan bor edi. Yomon yechganlarga jarima bor, juda yomon yechganlar o'quv markazidan chetlashtiriladi degandim. Xo'p, eng yaxshi natija ko'rsatgan 3 ta o'quvchimiz bor. Farog'at shogirdim 25 tadan 25 ta yechgan, Mubina 25 tadan 25 ta, Gulasal 25 tadan 23 ta yechgan. Qolganlarga qoniqarsiz. Qoniqarli mukofotga erishganlardan pul mukofotlaridan mana shu chalasi bular. 25 tadan 100 tadan 100% dan 100% ishlagan. Savollarni mana ustozimiz ham turibdi. Savollar oson savol emas, osonmi savollar? Yo'q. Yoshiga nisbatan savollar ancha qiyin, lekin qiyin savoldan 100% dan 100% yechyapti, malades. Shogirdni 100 ming bilan taqdirlaymiz. Farog'at shogirdim ham 100% dan 100% ishlagan, 100 ming bilan taqdirlaymiz. Xo'p, 3-sinf kichkintoyim, ajinim 23 ta ishlagan, 50 ming bilan taqdirlaymiz. Xo'p, endi qolganlarga, yaxshi ishlaganlarga mukofot tarzida 15 tadan kim yuqori yechgan bo'lsa, 15 ta ham kiradi. 15 tadan yuqori yechganlar Toshkentga sayohatga boradi. 15 tadan